Quyidagi qog'ozda 10 xonali son yozilgan. Nodir bu qog'ozni ikki joydan qirqib 3 ta son hosil qildi. Bu sonlar yig'indisining eng kichik qiymatini toping deyapti. Demak, Nodir qog'ozni nechta joydan qirqyapti? 2 ta joydan qirqyapti. 2 ta joydan qirqsa bizda 3 ta son hosil bo'ladi. 3 ta son qanday son bo'ladi desak, 3 ta son bir-biriga yaqin sonlar bo'lsa, bu yig'indi, ya'ni bu sonli 3 ta sonlarni qo'shib chiqqanimiz eng kichik qiymat hosil qiladi. Xo'p, demak Nodir qanday qirqish kerak? Nodir shunday qirqish kerakki, bir-biriga yaqin sonlar dedik. Ya'ni 10 xonali son ekan bu. 10 xonali sonni biz demak 3 xonali, 4 xonali qilib bo'lsak bo'ladi. Xo'p, endi 4 xonalidan boshlasak, ya'ni 4 xonali son eng kichik bo'lishi uchun Nodir qayerdan qaychini qirqadi? Demak, mana bu yerdan qirqsa eng kichik bo'ladi. Chunki agar bu yerdan qirqsa 5123 bo'ladi, bu yerdan qirqsa 1232 bo'lar ekan. 1232 5123 dan kichkina bo'lgani uchun birinchi mana shu joydan qirqadi. Endi qolganini demak 2 ta 3 xonali qilish kerak. O'rtasidan bo'lar ekan. Xo'p, 3 ta son hosil bo'ldi. Birinchi sonimiz mana bu 512. Ikkinchi sonimiz 365 va oxirgi son bizda 1232 bo'ldi. Endi mana shu sonlarni demak yig'indisi so'ralyapti bizda, ya'ni qo'shib chiqishimiz kerak hammasini. 1232 ga qo'shaman 365 ni, unga ham yana qo'shaman 512 ni. Demak, 5 2 7, 7 2 9. 3 6 9, 9 ga 1 ni qo'shsam 10. Bittasi demak yodda. Demak 5, 3 ga 2 ni qo'shsam mana bu ham 5, yoddagi 1 bilan demak 11 bo'ladi. Xo'p, yana bittasi yodda bo'ldi. Endi 1 yoddagi mana bu 1 bilan 2 bo'ldi. Demak, yig'indisi 2109 ga teng ekan. Bu C varianti. Shu kabi mantiqiy savollarni oson usulda ishlash uchun menga obuna bo'ling.